Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun 4-mart 2026-yil Ramazon oyining 14-kuni. Hammalaringizni Ramazon oyi bilan tabriklayman. Sholko rayonida biz Moskva oblastida mana qor yog'moqda. Hamma joy go'zal, oppoq qor. Hamma sog' salomatmi? Yaxshimisizlar? Xayrli kun tilayman hammalaringizga. Ro'zalar bilan charchamasdan yuribsizlarmi? Xudo sabr bersin hammalaringizga. Bugun dam olishdan foydalanib ro'zadorlarga bir osh qilib bermoqchi, berlik nasib etsin. Oshimiz pishibdi nasib etsa. Qora yog', zor yog'iga dumba eritib, qo'y go'shti, mol go'shti, qizil sabzi bilan osh qilamiz endi. Şöyle görünüşten. Kazanya qo'y go'shtlarini soldik. Nasib etsa pishirishda davom etamiz. Sabzilarni ham solib boshqani yarmisini qovurib, yana yarmisini qo'shamiz keyin. Boricha zakazlash qilamiz. Oshimizni guruchini solgani bitta qozonga solmadi, ikkiga bo'lib. Endi musofirchilikda yuribmiz. Katta qozonimiz yo'q. Oshimiz damladigani. Nasib etsa 20 minutda pishib qoladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalaringizni ro'zayomaz bilan muborakbod etaman. Charchamayapsizlarmi ro'zalar bilan? Mana oshimiz ham tayyor bo'ldi. Ishxonaga olib kelamiz bir tugun qilib. Va qozonni bittasini qo'shniga nasib etsa tarqatamiz iftorlik qilib. Sholkovadagi ziroatchilik zavodini zavodga ishlayman. Ham o'zi tutgan yigitlar bor. Shularning bir savobini olib, duosini olib keyin qaytaman. Nasib etsa kechga qo'shnilar bilan yana davom ettiramiz iftorlikda. Ertaga soat 8:30 keladi. Og'zini ishxonaga ochib
Qanaysiz? 1 minutga keling, men sizga tushuntiray. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Еда принесли. Oğuz çoçar vakti ham bo'ldi. Yana ro'zalarimizni Allohim o'zi qabul qilsin. Dargohiga bilib-bilmay qilgan gunohlarimizni o'zi afv etsin. Hammalaringizga sabr tilayman. Ro'za oyiga uyga ham kela oldik hozir. 5 minutdan og'iz ochar bo'ladi. Ishxonaga borib, endi og'izni ocha olamiz. Keyin qo'shlaymiz, soat 8 ga kiradi. Ular mana yana ozroq davom ettiramiz nasib etsa. Sog' bo'laylik, salomatlik ko'rishaylik. Keyingi yil ro'zalarga Allohim o'zi yetkazsin.